migratsiya masalasiga oid bo'lgan turli xil o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlar juda ham ko'payib boryapti. Endi bu yerda migratsiya masalasi, ya'ni O'zbekistondagi o'sha ayrim fuqarolarimizni vaqtincha boshqa davlatlarda ishlayotganligi va aholini chalg'itadigan yoki aytaylik davlatni boshqaruviga, davlatga, amaldagi hukumatga nisbatan aholida noto'g'ri tushuncha paydo qiladigan shunaqa ma'lumotlarni tarqatyapti. Lekin aslini ko'radigan bo'lsak, bu yerda davlat keyingi paytda aynan shu o'zini fuqarolarini xorijda vaqtincha ishlayotgan migrantlarning huquqlarini himoya qilish, demak ularni taqdiri bilan qiziqish borasida juda ham katta ijobiy ishlar amalga oshiryapti. Ma'lum bir mamlakatga vaqtincha ishga borishdan oldin albatta o'sha mamlakatning qonun qoidasini, odatlarini o'rganishini va shartnoma asosida, ya'ni qonuniy ishlashni, norasmiy ishlashdan qochish kerak. Chunki norasmiy ishlashda juda ham katta risklar bor. Bu risklar keyingi paytda migratsiya masalasiga oid bo'lgan turli xil o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumotlar juda ham ko'payib boryapti. Endi bu yerda migratsiya masalasi, ya'ni O'zbekistondagi o'sha ayrim fuqarolarimizni vaqtincha boshqa davlatlarda ishlayotganligi va ularga ma'lum bir ma'noda bosimlar bo'layotganligi va bu yerda ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim ijtimoiy tarmoq faollari, blogerlar yoki o'sha chet elda yashayotgan ayrim o'sha qo'shtirnochidagi yurtdoshlarimiz tomonidan bevosita O'zbekiston hukumatiga, jumladan Tashqi ishlar vazirligiga nisbatan turli xil asossiz, haqiqatan yiroq bo'lgan ma'lumotlarni tarqatib, ya'ni bularni demak aybdor sifatida ko'rsatishyapti. Aholini chalg'itadigan yoki aytaylik davlatni boshqaruviga, davlatga, amaldagi hukumatga nisbatan aholida noto'g'ri tushuncha paydo qiladigan shunaqa ma'lumotlarni tarqatyapti. Lekin aslini ko'radigan bo'lsak, bu yerda davlat keyingi paytda aynan shu o'zini fuqarolarini xorijda vaqtincha ishlayotgan migrantlarning huquqlarini himoya qilish, demak ularni taqdiri bilan qiziqish borasida juda ham katta ijobiy ishlar amalga oshiryapti. Mana oddiy misol, agar e'tibor beradigan bo'lsak, aprel oxirida o'sha 28-29 aprel kunlari Moskva shahrida O'zbekiston va o'sha Rossiya bosh prokuratura xodimlarining uchrashuvi bo'lib, aynan bu yerda o'sha mamlakatdagi O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada vaqtincha ishlayotganlarni huquqlarini himoya qilish, migrantlar masalasi bo'yicha demak o'zaro kelishib olishdi. Bu bittasi. Ikkinchidan mana 2-may kuni Rossiyaning O'zbekistondagi elchisini Tashqi ishlar vazirligiga demak taklif qilingan va bu yerda o'sha keyingi paytda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston fuqarolari, jumladan Markaziy Osiyo fuqarolari, ya'ni o'sha Rossiyada ishlayotgan migrantlarga nisbatan kuch ishlatar, Rossiyaning kuch ishlatar tizimlari tomonidan turli xil bosimlar bo'layotganligi yoki aytaylik ma'lum bir qanaqadir millatchi guruhlar tomonidan ularning huquqlarini poymol qilish yoki shunga o'xshagan holatlar yuzasidan demak o'zaro kelishib olindi. Bu yerda bitta narsaga alohida e'tibor berishga haqiqatan ham ayrim holatlarda asoslanmagan ma'lumotlar orqali ikkita xalq o'rtasida nizo solish, ya'ni bu yerda ma'lum bir o'sha ko'zga ko'rinmas yoki ma'lum bir yovuz yoki aytaylik munosabatlarga boshqacha ko'z bilan qarayotgan odamlarni ishi ham deb ko'rish mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchidan mana haqiqatan ham o'sha migrantlarimizni ham ko'radigan bo'lsak, ayrim holatlarda o'sha tangani ikki tomoni bor yoki qarz ikki qo'ldan chiqadi deb juda ko'p holatlarimizda boshqa davlatga ketayotgan fuqarolarimiz birinchi navbatda o'sha qaysi mamlakatga borsa o'sha mamlakatning qonunlarini demak hurmat qilish, urf-odatlari, an'analariga amal qilish yoki aytaylik qonuniy mehnat shartnomasi ostida ishlash yoki ularni o'sha turli xil o'sha mamlakatdagi jinoiy guruhlarga, boshqa narsalarga aralashmaslik masalalariga ham alohida e'tibor qaratish kerak. Chunki bu har qanday mamlakat o'zining xavfsizligi nuqtai nazaridan, ya'ni fuqarolariga qanaqadir diskomfort bo'lmasligi uchun albatta mamlakatda o'sha ma'lum bir o'sha noqonuniy xatti-harakatlarga qarshi kurashadi. Shuning uchun men o'ylayman, keyingi paytlarda mana shu ijtimoiy tarmoqlarda aynan shu migrantlar bilan bog'liq yoki migratsiya bilan bog'liq yoki O'zbekistonning o'sha chet elda ishlayotgan fuqarolarini bo'layotgan bosimlar borasida turli xil ma'lumotlar tarqatilyapti. Bu ma'lumotlarni demak qabul qilishda yoki ularni qayta tarqatishda nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki juda ko'p holatlarda bu o'sha ikkita xalq orasiga nizo solishga olib kelishi yoki aytaylik o'sha strategik sherikchilikka qanaqadir ma'noda salbiy ta'sir ko'rsatish yoki migrantlarga nisbatan qanaqadir odamlarda noto'g'ri tasavvur paydo bo'lish bo'yicha shunaqa harakatlar olib borilyapti. Albatta bizni o'sha huquq tartibot organlari tomonidan yoki Tashqi ishlar vazirligi tomonidan, hukumat tomonidan aynan shularni oldini olish, fuqarolarimiz o'sha xorijda vaqtinchalik ishlayotganda xavfsiz ishlashi, qonuniy ishlashi bo'yicha juda ham katta ishlar amalga oshiriladi. Bu yerda o'sha fuqarolarimizdan biz so'rab qolardik, albatta ma'lum bir mamlakatga vaqtincha ishga borishdan oldin albatta o'sha mamlakatning qonun qoidasini, odatlarini
o'rganishini va shartnoma asosida, ya'ni qonuniy ishlashni norasmiy ishlashdan qochish kerak. Chunki norasmiy ishlashda juda ham katta risklar bor. Bu risklar albatta ularning o'sha hayoti bilan bog'liq, ish faoliyati bilan bog'liq jarayonlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda aynan Tashqi ishlar vazirligiga, O'zbekiston hukumatiga bo'layotgan ma'lum bir salbiy ma'lumotlar bu haqiqatdan ham asossiz, ya'ni ikkita davlat o'rtasidagi munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatish nuqtai nazaridan bo'lyapti. Shuning uchun men o'ylayman, albatta bu narsalarga chek qo'yish, tarqatilayotgan axborotlarni qaysi biri to'g'ri, qaysi biri noto'g'riligini ajrata olish, shu bilan birgalikda bunaqa o'sha aholi manipulyatsiya qiladigan axborotlarga nisbatan albatta qarshi ish olib borish, men o'ylayman, o'sha fuqarolarimizni kiber olamdagi dunyoqarashlariga yoki aytaylik, ularni o'sha faoliyatida ma'lum bir tuzilmalarga nisbatan noto'g'ri dunyoqarashi yoki noto'g'ri fikr uyg'onishini oldini olgan bo'lar edi.